Mana oqsil ham ikki xil. Go'sht 4-5 soatda organizmga singiydi. Tvorog 7-8 soat organizmga singiydi. Shu uchun tvorogni uxlashdan oldin yeyiladi. Hali bir ikkita trenerlar ham chiqib aytdi, uxlashdan oldin tuxum yeyish kerak deb. Buni asnovasini qayerdan kelib chiqqanini, mana shu bitta informatsiya qayerdan kelib chiqqanini qidiraman-da, nima uchun bu noto'g'ri informatsiyani olib chiqyapti. Dietologlar aytgan ekan bu narsani, chunki tuxumda hamma aminokislotalar bo'ladi, lekin uxlashdan oldin yeyilmaydi tuxum. Uxlashdan oldin sizga sekin singib, ertalabgacha pitaniya berib turadigan oqsil kerak. Bu degani tvorog. Tvorog 7-8 soat singib, ertalabgacha muskullaringizga pitaniya berib turadi. Tuxum zo'r aminokislotalari ko'p bo'lgani bilan uxlashdan oldin yedingiz, organizmga sразу singidi, chiqib ketdi. Bo'ldi. Dalshi yana siz ochsiz ertalabgacha. Mana nima uchun uxlashdan oldin tuxum mumkin emas, tvorog mumkin. Mumkin emas degani zarar emas, lekin foydasi kamroq. Foyda ham katta.